E'tiqad mı, itoat mı? Nuriddin Izbasar. Gül degenge gül bulamdı, qat-qatı bolmasa. Yar degenge yar bulamdı, etiqadı bolmasa. Şərq Türkistan 1759-yili Xitoy mərkəzlik hakimiyyətin işğalıga duchor bo'lgan tunji kundan boshlab millatimiz Xitoyning bu tajovuzini qabul qilmadi va qo'lidan kelgan butun tirishchanliklari bilan tajovuzga qarshi turdi. 3 qitim davlat qurish sharafiga noil bo'lgan ajdodimiz bir davlatda bo'lishga tegishli bayroq, ulus, marsh eng muhim ishonchini bizga miros qoldirib ketdi. Dunyo sanoatlashish va uluslashishdan iborat eng muhim tarixiy jarayonni boshdan kechirayotganda biz tashqi dushman bilan bo'lgan kurash ichida bo'ldik. Nurg'ulg'an ishki va tashqi sabablar tufayli mamlakatimiz dunyo siyosiy xaritasida bir davlat bo'lib ko'rina olmadi. Ikkinchi dunyo urushidan keyingi 75 yillik bu davr dunyoning o'tmishidagi 750 yildan ko'p o'zgarishlarga sahna bo'ldi. Vatanimiz bo'lsa yalang'och kommunistlarning eng oxir talon-tarajiga uchrab ketdi. Ular to'xtamay bizning zihniyatimiz bilan apilashdi. Tariximizni o qadar yaxshi tadqiq qildiki, millatchi harakatga o'tib ketsalar, har qanday qurolli kuchning to'sib qola olmaydiganligini biladi. Ammo Xitoylarning tashqi ko'rinishi, harakat va holatlardan bu yerga ko'chman bo'lib kelganligi bilinib qoladi. Kommunizm ideyasi bilan cho'g'dak yalang'onlarning 60-yillardagi Xitoylarga qarshi keskin mustaqillik munozirasi Xitoylarni hayron qoldirgan edi. Har qanday bir ideologiyalarning qonlarida aqib turadigan bu mustaqillik ro'yining manbasini izlayotdi. Oldi bilan boylarni, o'lmalarni, ziyolilarni, tariximizni bu ruhning manbasi deb qaradi va ularni yo'q qildi. Uzun yillar butun dunyodan ayirib etdi. Mustaqillik ro'yi bo'lgan bir avlodni tunjuqtirib yo'qotdi. Aradan shuncha uzun vaqt o'tgan bo'lsa-mu, 80-yillarning oxiridan boshlab mustaqillik cho'qqinlarining qaytadan chiqayotganligi Xitoylarni cho'chitdi. Izinib bularning ro'yi islomdan kelar ekan deb bug'roqlar targisini tepib oldi. Bu yerga g'azot kalimasidan intayin qo'rqqan edi. Shunga Qur'on Karimdagi jihad va g'azot kalimalarining sonini sanab chiqdi. O'ziga ishlaydigan minglarcha mo'llalarni tarbiyalab chiqdi. Ammo dinimizning muqaddasligidan xabarsiz Xitoylar bu mo'llalarning ko'pinchisining Xitoylardan emas, Allohdan berkirek qo'rqadiganligini his qilishga boshladi. Xalqning ichida onlarcha olim Xitoylarga pisand qilmay, haqni yetkazib o'tadi. 2000-yillarga kelganda Sharq Turkistonda yep-yangi bir nasl o'ttirg'i chiqdi. Bu naslga ulashtirib, adabiyotda javhar asarlar maydonga keldi. E'tiqodiy jihatdagi itoatsizlikni Xitoylar to'sibmi to'sib bo'la olmaydi. Kunduzi Xitoylar uchun ishlagan kommunist boshliqlarmi kechasi chiroqni yondirib ro'za tutadi. Millatning ustidagi oxir tengsizlikka chidamay o'zini otib olgan soqchilarmi bo'ldi. Internetning umumlashishi bilan zamoniyatdan keyin qolmaydiganlikni ko'rsatib qo'ygan millatimizning yoshlari dunyo bo'yicha xili ilgari saviyada texnikaga erishgan edi. Yoshlar millatning g'am andisini munozara qiladigan, dunyoviy siyosiy harakatlarni analiz qiladigan, dunyoning har yeridan xabardor olg'a keldi. 2009-yili Uyg'urlarni bek qo'rqitib etganligiga ishongan Xitoylar oradan uzoq o'tmayla masjid va jamilarning to'lib ketayotganligini, munozara suhbatlarining qizib ketayotganligini, milliy qimmatlarni qo'g'dash to'lqinining kuchayib ketganligini his qilishga boshladi. Uyg'urlar Xitoylar bilan to'y qilmaydi, billa o'tirib qopmaydi, o'xshash xiyollarni qilmaydi. 2013-yili Koreyada yer tevirganda butun Sharq Turkistondan yuzlarcha yosh ofatga yordam qilishga bordi va millatning bir yerdagi xatarni o'rtaq ustiga oladiganligidan iborat milliy tayanch kuchning ulg'ayib ketganligini his qildi. Urumchidagi futbol musobaqalaridagi hurra sadosi Xitoylarning 1865-ni, 1933-ni, 1944-ni eslatib qo'ydi. Allaqachon ezib yurgini suv qilib etganligini o'ylagan bo'lsa-mu, Abdurahmon Ozodlar yo'llarga chiqishga boshladi. Xitoylarga uyqu harom bo'ldi. Chet eldagilar Xitoyning atom bombasi bor deb jar silib yurganida Bayda ko'mirkonda Xitoylarga unutilg'usiz bir pistirma qurgan yigitlarimiz o'zini ko'rsatib qo'ydi. Oxiri his qilib yetdiki, bu millatda bir e'tiqod bor. Dinning deysidan xavri yo'q bir lükchekmi Xitoylardan o'zlarini ustun ko'rdi. Qalbning cho'nqur yerlarida mustaqillik atashlari yolqinjaydi. Olimlarning qalblaridagi aynakdek aydın. Hamma yerni izlashga boshlagan Xitoylar bu e'tiqodning allaqachon adabiyot kitoblarigacha kirib bo'lganligini, kishilarning yoq-yoq naqshlari bilan buni minglarning hujayrasigacha o'rlashtirib bo'lganligini ko'rib yetdi. Bu itoatsizlikning ularning tomirlarida oqqan qondan kelganligini, bunun muqaddas bir e'tiqod ekanligini his qilib yetdi. Yillardan buyon yo'q qila olmayotganlarning qoni-qoniga singib ketgan bir ruh, ishonch ekanligini bilib yetdi. Xitoylar buning bir e'tiqod ekanligini, buni e'tiqod bo'lishdan chiqarish kerakligini his qilishdi
ve oxirgi chorani lagerda topdi. Ammo xatolashdi. Bu faqat e'tiqod sohibi bo'lmagan, ammo e'tiqod sohibi bo'lganlarni e'tiqod sohibiga aylantirishdan boshqa ishga yaramaydi. Ruhning kontrol qilishga bo'lmaydiganligini Xitoylar pat arada bilib yetadi. Cho'ng davlat bo'lishga bek aldirab ketgan, ammo salohiyatdan yo'qsul Xitoylar bir millatning e'tiqodiga urush ochdi. Ammo jonni olsimi jondan voz kechmagan Sharq Turkistonliklar bu imtihondan o'tib iymonining va e'tiqodining g'ururini yashaydi.